Hammaga salom do'stlar, bugun biz sizlarga Minecraftga mod o'rnatishni o'rgatamiz. Buning uchun biz birinchi navbatda Telegramga kirib olib, bu yerdan qidiruvga Minecraft modus deb yozib olamiz. Minecraft modus. Bu yerdan esa birinchi chiqqan ilovani ustiga bosib ko'rishimiz mumkin. Ko'rganingizdek, bu yerda Minecraft modlar bor. Hop, bu yerdan fayllarga o'tkazsak, hamma modlar chiqib keladi. Bu yerdan qidiruvga yozishimiz ham mumkin. Bizga qanday mod kerak? Misol uchun Titan mod. Titan deb yozsak chiqib keladi modlar. Keyinlar biz mana bu modni o'rnatib ko'ramiz. Birozgina kutamiz. Mod o'rnatilib bo'lgandan keyin ustiga bossak, avtomatik o'zi Minecraftga kirib ketadi. Mana kiryapmiz. Albatta eslatib o'tishimiz darkor do'stlar, Minecraftda bu boshida ozgina qotiydi, lekin unchalik ko'p qotmaydi. Boshida ozgina qotish bo'ladi. Bu yerdan esa Minecraftda bu yerdan mod o'rnatishni hamma ham bilsa kerak. Bu yerdan o'rnatib olamiz. Endi esa o'yinga kirishimiz mumkin. Hop, mana o'yinga ham kirib oldik do'stlar. Endi esa titanlarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerdagi titanlar o'zimizning oddiy titandan ko'ra birozgina kuchliroq bo'ladi. Hop. Misol uchun mana bu modni biz hozir portlatib ko'ramiz, titanni. Hop. Nimaga portlamadi? Hozir boshqatdan ko'ramiz. Hop. Mana bosib turish kerak edi, bo'ldi. Ozgina qotish bo'lyapti. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar.